Assalomu alaykum Zafar Umar obunachilari. Mana Abdulloh ibn Abbos masjidlariga keldik. Mana masjidlar, shu masjidlarni shu inson o'zi mablag'idan o'zi sarflab qurdirgan. Ko'rdinglar, juda katta masjid bu. Mana Qur'on o'qiydigan joylarini ko'ryapsizlar. Namozga kelganlar ertaroq kelib qolsa mana bir qatori kitoblar bilan turibdi. O'tirib bemalol namoz vaqtigacha o'qib, kitoblar o'qib o'tirishi mumkin mana. Ko'rdinglar? Mana masjidimiz juda katta. Masjidlarimiz juda katta masjid. Jamoatlar kim Toyib shahriga kelsa shu masjidda 2 rakat namoz o'qiydi. Albatta nafl o'qiladi. Birinchi rakatiga kafir, ikkinchi rakatiga Ixlos surasini o'qib qaytishda Xudo xolasa Mekotga borib sarfonlarni kiyib keyin qaytani o'zlariga umra qilishga sharoit bo'ladi. Mana masjidning tashqi ko'rinishlari. Mana Xudo xolasa tashqi ko'rinishlari. Toyib shahrining uzumlarini ham sizlarga hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana bu yerlarda Toyibning haqiqiy o'zining mevalari boshqa davlatdan olib kelinmaydi. Hozirgi vaqtda pishib turgan uzum mevalari mana. Mana Toyib uzumlari mana. Mana bu olxo'r o'zimizda ham bo'ladi-yu. Shu olxo'rlardan. Mana bu olmur. Sen uzumlari. Ko'rdinglar? Bu yerda hamma narsa pishadi. Hammasi mana anorlar, Toyib mana. একটা করে হইব না তো? 9টা চাই একটা। Excuse me. Ko'rdinglarmi? Hamma narsa bor bu shaharda. Xudo xolasa. Mana yerda hammalari mana guruh bo'lib kelib, bayramlari bilan kelib, shu joylarda 2 rakat namoz o'qiydi. 2 rakat namoz o'qigandan keyin ayollarining masjidi mana bu tomonda. Hammalari shu bilan yo'lda qaytamiz. Qaytishda Xudo xolasa Mekotga kirganimizda ehromga kirib, qaytani o'zimizga umra qilamiz.